Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Ben Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur qurultayı 14 yanvar günü bayanat e'lon qilib, Amerika, Angliya, Kanada hökumətlərinin Uyğurlar uçrayotgan ağır kişilik hüquq təpsəndiciligiga qarşı arqa-arqadan yeni tədbirlərni alğanlıqıga, bo'libmi g'arb shirkatlarining mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan rahimsizlik yurgizayotgan majburiy emgak tuzimiga sherik bo'lishini cheklaganligini qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi va bu davlatlarning hukumatlariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik bildirdi. Dünya Uyghur qurultayining mazkur bayonotida Amerika, Angliya, Kanadaning olgan yangi tadbirlari xalqaro jamiyatning Xitoy kompartiyasi bilan amdi normal aloqa qilishining mumkin emasligini e'tirof qilganligini ko'rsatdi deyildi. Hammaga ma'lum bo'lganidek 13 yanvar Amerika Tamojna chegara qo'g'dash idorasi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta, pomidor mahsulotlarini cheklagan. Buningdan bir kun avval Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab hukumatning yangi belgilama chiqarib, Angliya shirkatlarining import mahsulotlariga Uyg'ur majburiy emgakining aralashmaganligini isbotlashi talab qilinadiganligini e'lon qilgan. O'xshash bir kunda Kanada tashqi ishlar ministri Francis Philipmo Kanadaning o'xshash tadbir qo'llanib, Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Kanada bozoriga kirishini va Kanada shirkatlarining majburiy emgakka ishtirok qilishini cheklaydiganligini jakarlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotida bu tadbirlarni qarshi olsa-mu, biroq Xitoy hokimiyati tomonidan Uyg'urlarga qarshi ishlanayotgan jinoyatga xotima berish uchun texmi keskin tadbirlarni ilishga to'g'ri keladiganligi ta'kidlanib, mundaq deyilgan. Halbuki Xitoy hukumati millionlagan Uyg'urni majburiy emgakka va boshqa og'ir kishilik huquq tafsandichiliklariga duchor qilishni davomlashtirayotgan bugungi kunda bu jinoyatga xotima berish uchun texmi ko'p tadbirlarni ilishga to'g'ri keladi. Bayonotda yana o'tgan yilning oxiri Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida hosil qilgan mablag' silish kelishimining mutlaq ravishda kishilik huquq masalasiga zich bog'lanishligi lozimligi alohida ta'kidlab o'tildi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti tomonidan 14 yanvar kuni e'lon qilingan 2020-yillik dokladda Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyatlar, hatto irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligiga doir yangi isbotlarning maydonga kelganligi ta'kidlanish bilan birga, Amerika hukumatining Sharq Turkistonda qirg'inchilikning sodir qilinmaganligi to'g'risida rasmiy qaror chiqarishi talab qilindi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining e'lon qilgan yillik doklati Xitoy hukumati va kompartiyasining 2019 yili 7-oyning 1-kunidan 2020 yili 7-oyning 1-kunigacha bo'lgan 1 yil mobaynidagi bostirish siyosatlarini tekshirish asosida tayyorlangan. Mazkur dokladning Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi bo'laklarida Xitoy hukumatining oshqulliqni tugutish va kishilarga kasbiy mahorat o'rgatish degandek bahona sabablar bilan taxminan 1,8 million dan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarni Xitoy tomonidan atalmish kasbiy tarbiyalash markazi deb tasvirlangan jazo lagerlariga qamag'anligi qattiq ayblangan bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa oz sonliq millat aholilariga qaratgan madaniyatini vayron qilish, diniy e'tiqodini cheklash, majburiy tug'mas qilish va tug'ut cheklash siyosati qatorliqlarning hammasining Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan vahshiyliklari haqidagi yetarli dalil isbotlar hisoblanadiganligi bayon qilingan. Dokladda hozirgacha oshkorlangan Xitoy hukumat hujjatlari, sobiq lager tutqunlarining guvohligi, taratqularning doklati qatorliqlarning Xitoyda lager sistemasining tashkillanganligini dalillaydiganligidan boshqa, yana uning insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligining isboti bo'la oladiganligi ko'rsatilgan. Dokladda bu vaqtda o'tirib qo'yilishicha Sharq Turkistonda yuz berayotgan ahvollar xalqaro jinoiy ishlar sotining Rim nizomnomasining 7-moddasining 1-tarmog'ida ko'rsatilganlar bo'yicha insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganlik bo'ladi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining birlashma raisi, Demokratlar partiyasining vakili James McCorvin dokladning e'lon qilinish bayonotida yangi navbatlik Bayden hukumatidan Bejingni javobgarlikka tortishni talab qilib mundaq dedi. O'tgan bir yilda Xitoy hukumati kishini hayron qoldiradigan va misli ko'rilmagan harakatlarni ilib berib, kishilik huquq va qonun bilan idora qilishni Xitoyda tarmar qildi. Amerika cho'qim Xitoydagi xalq bilan davomli birga kurash qilib, dunyoni yetaklab, Xitoy hukumatining kishilik huquq tafsandichiligiga birdek va mos qadamda taqobil turishi kerak. Amerika Davlat Majlisi va Bayden hukumati har ikkisi bu dokladdagi taklif va tavsiyalarni qo'llanib, Xitoy hukumatining mas'uliyatini surishtirishi hamda Amerika-Xitoy munosabatida kishilik huquqni ilgari surish ham qonun bilan boshqarishni texmi unumli oldingi o'ringa qo'yishi kerak. Davlat Majlis a'zosi Christopher Sims yillik dokladda Uyg'ur musulmonlari, xristianlar, Tibetlar, Falun Gong e'tiqodchilari, kishilik huquq advokatlari va Hong Kong fuqarolari boshdan kechirayotgan bostirishlar cho'qim ish boshlash oldidagi Bayden hukumatining ko'ngil biladigan masalasi bo'lishi kerak deb ta'kidladi. Jumhuriyatchilar vakili Viki mundaq deb ko'rsatdi.
Şübhəsizki Xitoy Kompartiyasi insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Bu doklad hokimiyatning o'z xalqiga qartilgan sistemalik kishilik huquq dafsandichiligini yo'ritib berdi. Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan sodir qilingan inson qelipidan chiqqan vahshiyliklar Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish, nopusni majburiy cheklash usullari va barliq dillarga ziyonkashlik qilishni o'z ichiga oladi. Biz cho'qim Xitoyni javobgarlikka tortishimiz kerak dedi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining o'tgan hafta e'lon qilgan yillik dokladidami Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsandichiliklari va Uyg'urlarga elib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga xotima berish, Bayden hukumatining kishilik huquq va erkinlikni qo'g'dashdagi majburiyatini qandoq ado qilishga bog'liq deb ko'rsatilgan edi. Mutaxassislarning qarashicha Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyati rasmiy bekitilgan taqdirda bu dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Xitoy uchun zo'r bir zarba hisoblanadi ekan. Shunga Xitoy butun kuchi bilan o'zining jazo lagerlari, Uyg'urlarga qaratgan qattiq bostirish va qirg'inchilik qilmishlarini oqlashga tirishmoqda ekan. Yevropa parlamentining bir qism a'zolari Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimini parlamentning tasdiqidan o'talishi notayin deb qaramoqda. 14 yanvar Germaniya uchur vositalarida Yevropa ittifoqi bilan Xitoy orasida imzolangan mablag' selish kelishimi ishlab chiqarish uchun fursat yaratdi. Ammo majburiy emgak sal qoradi nomli bir tadqiqot maqolasi e'lon qilindi. Maqolada Yevropa parlamentidagi o'xshash bo'lmagan partiya mansublarining ikki taraf o'rtasida bu kelishim imzolanishidan ilgarila, agar Yevropa ittifoqi bu kelishimni parlamentning tasdiqidan o'tkazaman desa, Uyg'urlar duch kelayotgan jazo lagerlari va majburiy emgak masalasini oldi bilan hal qilishi lozim degan shartni qo'yganligi. Biroq bu shartga sal qaralganligi sababli Yevropa kengashi va Germaniyaning Yevropa parlamenti a'zolarining kuchli besimi ham tanqidiga duch kelayotganligi ilgari surilgan. Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimining imzolanish jarayoni va umumiy mazmuni haqida atrofli tahlil elib berilgan zo'r hajmlik bu maqolda mazkur kelishimning Yevropa parlamentida fikr ixtiloflari, bo'linish paydo qilishga boshlaganligi, bir bo'lik parlament a'zolarining bu kelishimni e'tirof qilmaganligi, ularning o'z oldiga harakat qo'zg'ab, parlamentda mazkur kelishimning qarordan o'tishiga kuchining yetishicha to'sqinlik qiladiganligi ta'kidlangan. Maqolada mundaq deyiladi: Bu kelishim munosabati bilan Yevropa ittifoqining ishki qurilmasida ixtiloflar ko'rinarli kuchayishi mumkin. Mutlaq ko'p qism parlament a'zolari Xitoydagi majburiy emgakka xotima berish tashabbusi asosida qo'zg'algan birlashma harakatni qo'llaydi. Bu birlashma harakatdan ilgari parlamentdagi har qaysi guruhlar o'z fikrlarini ochiq o'ttirib qo'ygan edi. Maqolada izhor qilinishicha Yevropa-Xitoy munosabatlar komitetining raisi, Yevropa Yeshillar partiyasining parlamentdagi a'zosi Reinhard Budikofer bu kelishim haqida to'xtalganda, Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimi bir kelishim emas. Hech bo'lmasa Yevropa parlamenti uni bir kelishim deb tonimaydi degan. U yana Yevropa kengashi bu kelishimning foyda ziyonlari to'g'risida keng ko'lamlik oshkora munozara qo'zg'ash fursatlarini tezdan hozirlashi lozim deganlarni tilga olgan. Maqolada bayon qilinishicha Reinhard Budikofer o'zining Twitter hisobida bu vaqtda to'xtalganda, Yevropa parlamenti Xitoyning bu universal mablag' selish kelishimini mangu tasdiqlamaydi deb yozgan hamda o'zining Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga xotima berish uchun texmo ko'p dalillarga, texmo ko'p sabdoshlarga ehtiyoji borligini bildirgan. Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimi Germaniya Yevropa ittifoqining raislik vazifasini oxirlashtiradigan eng oxirgi bir kunda imzolangan edi. Buning uchun mazkur kelishimning javobgarligi Germaniyaning ustiga yuklanib qolgan. Onun ustiga Yevropa parlamenti a'zolarining talabiga ko'ra, bu kelishimdan kishilik huquqiga oid hech qanday bir moddaning o'rin olmasligi Yevropa parlamentining a'zolarini texmo qattiq norozi qilgan. Diqqatni bakra qo'zg'aydigani Yevropa parlamentidagi Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimiga qarshi chiqayotgan parlament a'zolari son jihatdan ko'p bo'lib qolmay, ularning o'xshash bo'lmagan partiya guruhlariga tava bo'lishi ekan. Yolg'iz Yeshillar partiyasi emas, Xristian demokratlar partiyasi, konservativlar partiyasi, Xalq partiyasi, radikal demokratlar partiyasi qatorliq Yevropa parlamentidagi asosli cho'ng partiyalarning parlamentdagi ko'plagan a'zolari Xitoyning jazo lagerlarini bekor qilish, majburiy emgakni amaldan qoldirish masalasida fikr birligiga ega ekan. Dunya Uyghur qurultiyyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida o'tgan 30 dekabr imzolangan mablag' selish kelishimidan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga, Yevropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirgan edi. Amerika hukumati mazkur kelishimga bo'lgan noroziligini ifodalab kelmoqda.
Xitoy hökumətinin pensiyaga chiqqan Uyghur doktor Gülşen Abbasni Amerikada Xitoyga qarshi uzun yillardan buyon aktiv faoliyat ilib berayotgan urug' tuqqanlardan o'ch ilish maqsadida terroristik tashkilotga a'zo bo'lgan, jamiyat omonligiga buzg'unchilik qilgan degandek bo'ktonlar bilan 20 yillik qamoq jazosi hukm qilganligining o'ttirg'i chiqishi dunyo matbuotlarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Bu munosabat bilan Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil razillarcha o'ch ilish qilmishini qattiq ayiblash bilan birga Xitoy hökumətini Şərqi Türkistandakı cinayətlərini toxtutuşqa və Gülşen Abbas qatarlıq barlıq lager tutqunlarını şərtsiz qoyub etishga chaqirgan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil o'ktamligi va razilligidan qattiq g'azablangan chet ellardagi bir qism Uyg'ur ayol aktivistlar va Uyg'urlarni qo'llayotgan chet ellik do'stlar birlashib, bu yil 15 yanvar kunidan e'tiboran turli ijtimoiy taratqularda Gülşen Abbasga erkinlik, Uyg'ur onalarga erkinlik degan temada maxsus hashtag faoliyati boshlatgan edi. Mazkur faoliyat dunyoning har qaysi ellarida uzluksiz kengayib bormoqda. Kanada Şərqi Türkistan Birligi ayollar bölümünün müdiri Turnisa qiz bo'lsa mazkur kompaniyaga boshlamchilik qilayotgan aktiv siyosiy faoliyatchilarimizning biri bo'lib, bu vaqtda stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Tunsa qiz xonim mazkur faoliyatning mazmuni haqida ma'lumot berib, mundoq dedi. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Şərqi Türkistanlik qarindoshlar. Men hozir biz yaqinda elib borgan hashtaglik Doktor Gülşen Abbasni azod qilayli, Uyghur analarımızı azad qilayli degan faoliyatimiz haqida azroq to'xtalmoqchi. Bu faoliyatni bizning faoliyatchimiz Avstraliyadagi Nurgul Saud ham bir qanchimizning yetakchiligida dunyoning har qaysi joylaridagi 40 dan ortiq qarindoshlarimizning, Uyg'ur bo'lmagan do'stlarimizning ham yoshlarimizning qatnashishi, qo'llab quvvatlashi orqali bu faoliyatni elib berib yaxshi unumga erishdik. Ko'pchilikka ayon bo'lgandek yil beshida Xitoyningki Tashqi ishlar ministrining yuqori darajalik bayonotchisi Doktor Gülşen Abbasga 20 yil qamoq jazosi berganligini e'lon qildi. Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan hammamizga buning nima sababdan ekanligi ayon. Biz maslahatlashish orqali bizning buningga sukut qilsak, bizning Uyg'ur faoliyatchilarimizning yo'qolib ketadiganligini, yetishib chiqayotgan faoliyatchilarimizning ham yoshlarimizning shundoqla bundan keyin chiqmoqchi bo'lgan faoliyatchilarimizning soni ham boshqa jihatdan nurg'un ziyonkashlikka uchraydiganligini ko'zda tutib, biz bu faoliyatni shu yanvarning 15-kuni Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ham shu WhatsApplarda ijtimoiy taratqularda elib bordik. Shu hashtaglik faoliyatimizga ishlatgan rasmni avstraliyalik bir do'stimiz sizib berdi. Shu ijtimoiy taratqularda elib borgan faoliyatimizning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ko'rilish qatim soni, tarqatilish qatim soni nihoyat ko'p bo'ldi. Rahmat. Gülşen Abbasga erkinlik, Uyg'ur onalarga erkinlik degan temadagi dunyoviy tusni olgan yuqorqi harakat boshlangan 15 yanvar kuni Avstraliya Uyghur Tangirtaq xonim qizlari uyushmasi mazkur faoliyatga aktiv ovoz qo'shib, shu kuni Xitoy konsulining Adlay shahridagi ish bajarish ishxonasi oldida maxsus namoyish elib bordi. Namoyishga Adlay shahrida yashayotgan Uyg'ur xonim qizlarini asos qilgan 150 nafarga yaqin kishi qatnashdi. Gülşen Abbasga erkinlik, Uyg'ur ayollarga erkinlik, Uyg'ur onalarga erkinlik, Uyg'ur bolalari o'z ota-onalariga qaytarilsin, Uyg'urlarni qutqizayli, jazo lagerlarini yo'qotayli. Şərqi Türkistonga mustaqillik degandek shuarlar bu qadimgi namoyishning eng asosli temasi bo'ldi. Avstraliyada yashab turayotgan peshqadam kurashchimiz va milliy shoirimiz Ahmad Egambarda apandimning yoshinib qolganiga qaramay, atoydan kelib namoyishchilar sepidan o'rin elishib, butun namoyishchilarimizga zo'r ilhom va jasorat baxsh etdi. Assalomu alaykum. Assalom. Shimlik bugungi mushadagi namoyish qatnashayotgan Adalat şehrideki Şimlik, Tengir, hanım kızlarımız hem şunun bilen birge hanım kızlarımızı kollab, kuvvetlep kelgen yigitlerimiz, erlerimizge ben Allah'a öz salamlarımı yollayma. Aleykümselam. Bugün Avustralya, Tangirtaq Uyghur hanım kızları uyuşması namıdır. Birinci hatta adalattaki faşist komünist Xitaylarının ukusu olan konsulxanasının aldıda namayış tutuyordu. Bu adalet tarihinde bu
bo'lgan cho'ng namoyish deb hisoblayman. Chunki necha vaqtgacha bizning namoyishlarimiz Janubiy Avstraliyaning parlamenti oldida bo'lib kelgan. Bugun birinchi bo'lib buni Xitoy faşistlerining ugusi bo'lgan konsulxonasini oldida turibmiz. Növbətdə Avstraliya parlamentida Uyğur məcburi əmgəkinin oldini ilish qanun layihəsi müzakirə basqıçıda turuyatqan bir paytda uyushtirilgan bu qitimqi namoyish yerlik ommaning va Avstraliya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Angliyadagi 30 dan ortiq Yahudi rabbiy va jamoat rahbarlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashlik qilmishlarini oxirlashtirish uchun yaqinda Angliya parlamentida tonishtirilgan savdo qonun loyihasini qo'llaydiganligini bildirdi. Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik mazkur savdo qonunining tuzitish kirgizib tonishtirilgan nusxasi Angliya sud mahkamalariga Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan yoki qilmaganligi ustidan hukm chiqarish huquqi bergandan sirt Angliya tarafni savdo prinsiplariga xiloflik qilgan yoki majburiy emgak ishlatgan shirkatlar bilan bo'lgan savdo to'xtamlarini bekor qilish imtiyozi bilan ta'min etdi ekan. Mazkur qonun loyihasi 21 yanvar kuni Angliya parlamentida ovozga qo'yildi ekan. Bu munosabat bilan Angliyadagi nopuzliq sinagog va yoshlar harakatining vakillari birlashma murojaatnoma e'lon qilib, siyosatchilarni savdo qonun loyihasiga tuzitish kirgizishga chaqirdi. Yahudi xəvərləri gezitining xabar qilishicha bu qonun loyihasini qo'llash harakati Renikasning kishilik huquq guruhi tomonidan uyushtirilgan. Murojaatnomada Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan ziyonkashliklarning keng ko'lamli jazo lagerlari, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, tilni cheklash, muqaddas odatlarni bulg'ash va diniy so'rovlarni bulang-talang qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligi tilga ilindi. Uningda mundaq deyildi: bu tizimlik Yahudilarga nisbatan albatta bir qo'rqinchli aslimidan derak beradi. Xitoy hukumati bir millatni va uning madaniyatini sistemalik yo'qotishga urinmoqda. Bu bir irqiy qirg'inchilik. Biz cho'qim harakatga o'tishimiz kerak. İmza qo'yguchilar ichida Sinagoglar birlashmasi Rabbani kengashining ijroiya a'zolari, Newcastle Tayni birlashma Ibroniylar jamoatining a'zolari va peshqadam diniy ustozlar bor ekan. Bu murojaatnomani yana Yahudi o'quvchilar birlashmasining raisi, yoshlar tashkiloti qo'llagan. Angliya Yahudi jamoati rahbarlari 13 yanvar Angliya parlament a'zolari bilan jiddiy ko'rishib, Uyg'urlarning vaziyatini tonishtirgan va ulardan savdo qonunining irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi moddasini qo'llashni talab qilgan edi. Bu navbat ovozga qo'yiladigan savdo qonuniga tuzitish kirgizish loyihasi Angliya yuqori palatasining ma'qulligidan o'tgan va tuvan palatada ko'plagan parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan edi. Amerika Uyg'ur birlashmasi 17 yanvar Virginia shtatining Prince William noyasidagi olma mahsulotlarini maxsus setish do'konining oldida namoyish o'tkazib, mazkur shirkatni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak jinoyatiga sherik bo'lib qolmaslikka chaqirdi. Amerika Uyg'ur birlashmasi Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgakni oxirlashtirish bosh temasidagi namoyish qilish harakatini o'tgan yil dekabrda boshlagan edi. Bu navbatlik namoyish shu xildagi namoyishlarning bir qismi bo'lib, namoyish burunqidek tinish yo'sinda davom qildi. Namoyishchilar qo'llarida jazo lagerlari taqolsin, kishilik huquqni qo'g'dash ahdanglarga osiylik qildinglar degan shiorlar tushirilgan plakatlarni ko'tarishgan edi. Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni bu yil sentabrda Amerika Davlat Majlisi Avom palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullangan va Kengash palatasiga sunilgan edi. Holbuki qonun Avom palatasida ma'qullanib uzun o'tmay, Olma, Nike va Coca-Cola qatorliq shirkatlar mazkur qonunni ojizlashtirish uchun harakatga o'tgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi Alfidar Iltabirning bildirishicha, ular bu xildagi namoyishlarni har hafta bir qitim o'xshamagan o'rinlardagi Olma yoki Nike mahsulotlarini maxsus setish do'konlarining oldida izchil davom qiladi ekan. Norvegiyadagi Uyg'ur komitetining hay'at a'zolari 15 yanvar kuni Turkiyaning Norvegiyadagi bosh elchisi Fazlı Chorman apandi bilan ko'rishib, Norvegiyadagi Uyg'ur jamoatining Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni almashtirish kelishimidan qattiq andisha tuyayotganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur kelishimning Turkiya parlamenti tarafidan rad qilinishini va Turkiyada vaqtliq iqomat bilan turayotgan Uyg'urlarning Turkiya garajdonligiga o'tish qadamining tezlatilishini umid qiladiganliklarini bildirdi. Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi va Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Umar apandimning boshchiligidagi hay'at bu qitimqi ko'rishda bosh elchi Fazlı Chorman apandimga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va muhojirat yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan turli tahdid va ziyonkashlikka munosabatlik maxsus doklad taqdim qilish bilan birga, Turkiya hukumatining bundan keyin o'zining turk va islom dunyosidagi munosabatlari, shundaqla dunyodagi ta'sir kuchi orqali Uyg'ur xalqiga o'xshash ezilganlarning ovoziga aylanishini orzu qiladiganligini ifoda qilishdi. Bosh elchi Fazlı Chorman apandimmo ko'rish jarayonida Uyg'ur hay'atining orzu talab va iltimoslarini Turkiyaning munosabatlik organlariga yetkazadiganligini bildirdi.
Hürmetli televizor köyücüler, yuqorida Dünya Uyghur qurultayı to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduq. Yaxtırıb köygünüzlərə rəhmət. Keyin qitimliq proqramda görüşəyli. Xeyir xoş.